Assalomu alaykum aziz namoyisiz. Kecha bitta prikol ko'rib, mushugini bo'ynini qislatadigan video qo'ydim. Juda yaxshi video edi o'zi aslida. Prikolni kommentariyalarda ajoyib fikrlar. Lekin bitta mol rosa so'kib turadi. Xuddi mushugini qiynaganda. Mol qarada. Bu mushugimni o'zi 10 kun oldin bo'ynini o'g'lim bosib ketgan. Shu ariqlab urib qoldi. Sekin muammosini topib, yaxshilab massaj qilib, u manual terapiyga farqi yo'q. Professional bo'lsa odammi, eshakmi, mushukmi qilaveradi. O'sha 5-kun bugun 2 mahal bo'yinni ochyapman. Alhamdulillah zo'r hozir giperaktiv mushukcham. Qara, mol. Qara. Bosh qo'yib boraman, jonim. Mushuk o'lmaydi bundan, mushuk tuzaladi. O'pka kasalligi. Xo'sh, mushukni dumini torsang, "A" deydi. Joni og'riganda. Bunda bu mushuk kayf qilyapti, qarab uchyapti. Abdullajon. Mollar sizlar uchun azizlar, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Mushuklarni ham sevaman. I love you. Bolam, yutolmang, tur.